Çoğun dadamның beshidek oppa qilib ketgan boshdan anda qarchosh chiqmaydi. Xo'sh, mehmonlar. Cha bakalım. Nima ishi la? Bir ishib qolgan şeyler olsa chiqmam la shuni bir yeylar. Bu oshxonada ish qolgan seni chiqmaydi. Manda nima yeyishlar demayman, nima tomoq yeylar demayman ukam. Ha, ishkiniz o'xshash olgandan nima yeylar deb qoldim hamda. Qanday o'xshash bo'ldi? Nima tomoq yeylar bilan nima yeyishlarga o'xshamaydigan gap bor. Bir lag'mandan bir ishkini bir chiqsa. Ma'qul. Hozir chiqib beray. Acaba bir o'xshatda bu osh. Ha, o'xshatda. Yani bir qaçıda yemdoq. Bey bo'ldi, ayad ishak, ayak shiltosa. Sen üzden yesen yacıma men yemeyim. Ben ayakişte bir işte bir ekçike solap diken. Ya bir edem yoqroq vaqtda chiymek yo'q. Men oshbek o'xshatdi deyim, tilimdan o'xshatlam qoldi deyman. Mena yana bir qacha yegim batda. To, bunga ben faba. Nima qilayapsan? Yeyim ana. Yey qo'ynimsom. Munda qilma. Senga qilma ishon ya, bira. Ey mulozim. Oh, Nakasa? mana. Qalsa hocam nim bu endi? Bu chochiqib yuradi ya, bu oshni yeb bo'lgan vaqtida adamni bir g'ayr qilib. Oy, opla. Xapamiz, mehmon xapamiz. Hozir almashtirib chiqib beraman. Ma'siya. Saat turibdi, acha. Hamsa. Rahmat ukam. Qanday bir em to'ygandekmi ya? Çarek yemdoq. Voy bular emde. Yedim ikkini yap bo'ldingiz. Bugun nim bo'ldi bular menga jeppi ketib ketdi bu og'zimga. O'xshatdi uka. Yana çarek yesam bo'pti. Bular. Yey. Dedim Osman neyli. Ey mulozim. Mana. Qaysi afgan bu oshni yeb bo'lganda yana chiqyapti ya bu chach. Sizning tozaliqmi shundan nachar qilamsizlar-da. Yo'q, biz bu oshxonada qatdi unda bo'lmaydi bu. Tozaliqimiz bek yaxshi. Ne bo'ldi? Mana unda 2 qitim bo'ldi desa, oshni yeb bo'lay deganlar işte chosh chiqib qilyapti-da bu. Qanday gap endi ustam? Ha. Taqisa. Aynen. Ma chash. Ha. Masal tomoqni yeb qochini oppoq qilib g'irim qilib eynek qilib o'tgan vaqtda chiqayotgan ma uzun chash o'sha tomoqdan chiqdi. Ha, yaxshi lag'man bilan chirkitib qolmabdi men gelimga. Shunday majab bir uzun budra otning qilidek ko'chashgan bu. Ma'qul. O'sha ustam degan qo'ydi men hisob qilyapman. To'lab chiqaymi? Bir to'g'rislar shu ma'qul. Qanday? Bura bir silsilab qo'yayversa ham. O'xshatamda. Sizlar osh qochidan chiqargan qop-qora budur uzun chash. Men adamning beshidagisiga o'xshatamda. Bizning oshpaz. Cho'ng dadamning beshidek oppa qilib ketgan boshdan anda qarchosh chiqmaydi. Nalda uzib sog'allar o chashni. Anda qilishib ketmanglar. Bo'ldi, ustam sizlar ishlarni qilaversa bo'ldi. Anda qilishib ketmanglar. Yon chiqdi bo'lmas desanglar bo'ladi emasmi? Bira tomoq deganda bo'libdi deyvit emas. Bizim tushunimiz turmushchilik deganda manda qilish ketmaydi. Qopimizda asla o pul yo'qdan ish emas. Mallag'man bek o'xshab ketibdi ekan, endi men bek xotin kishi olgan ekan, 2-3 qacha kendi yesam, o'tag'im zam qopimson deb shunga ishlatgan amal emasmi men bu. Shuni ishlatgan amal deb o'taydan boshlardan qarib tortib ekilib bizib meniga sallar deylar. Bilan nima korimiz deyma? Bu bo'lib nima bo'libdi? 3 yesir, 4 yesir, to'qchilik jahon bu. Pulni o'zimiz topamiz, qaq bizga bujmoqcham pul vermaydi. Ustam shu bu lag'manga bir nima sog'an bo'g'itlar bek o'xshabdi ekanmish. Juga 2 qacha yebmi to'ymadim o'taqman, hech bilmadim bu. Bayam shunda qildik. Shundan ham işte bu yerda o'zib selish ketmaydi. Shu nima soldinglar, yana yegim kelyapti-da, sizlar shuning amalini bizimizda men deb birtim emasman. Tangjon, ayaklavka. Mana Muşta sağın. Kuş
boy o'ylarman tamxurcha. Ha, muşni sağın. Shuning bilan sizning choch ma'ning ichidan chiqqan. Shundan. Shunda o'xshab ketgan bu men bir sartuda ustam bir sart qilib qoldim jiman. Unda qilishmoqlar. Ma'qul, ma'qul. Men beraman. Mani bexosdan bilib pul to'laversam bo'ladi. Yo'q, chavshida bor, chavshida asr bo'ladi. Ma'qul, ma'qul, rahmat ustam. Xo'p. Tamam.